Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muhtaram muhojiratda yashayotgan Sharq Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlarim, bugun biz yana Allohning iltifoti bilan juma kunida so'zlaydigan diniy leksiyalarimizni yana davomlashtiramiz. Bugun bizning so'zlaydigan nuqtamiz bo'lsa, ota-onaga yaxshilik qilish va mehr-shafqatni yetkazish, ya'ni mehr-shafqatni uzib qo'ymaslik. Bu temada yana biz Alloh subhanahu va taoloninki Qur'oni Karimda nazil qilgan oyatlardan bir qancha oyatni misol edib turib, undan keyin yana Allohning payg'ambari bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hadis shariflaridan bir qancha hadisni naql qilib turib, qarindoshlarimizga bugungi so'zlamoqchi bo'lgan temaninki asosli mazmunini sunamiz inshaalloh. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda Sura Niso'ninki, ya'ni 36 Sura Niso'ning 36-oyatining bir qismida bunday deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa binis sabil وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Yani bu ayetinin tercümesi olsa, Allah'a ibadet kılınlar. Onunla hiç nersini şerik keltirmanglar. Yani Allah'a bir nersini şerik keltirmanglar. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Yani sizlerinki ata-ananlarga yaxşılık kılınlar. Yakın yoruqlarınlarga yaxşılık kılınlar. Yetimlerge yaxşılık kılınlar. Miskinlerge, yakın hoşlanlarga, yirak hoşlanlarga. Yandaki emrayınlar, yani seferdaş, sizlerin bildi seferge çıkan, mektepte bildi okugan savaqdaşlarınlarga, musafirga, kol astınlarda işlavatkan insanlarga, kul çörenlerge yaxşılık kılana deydi. Bu Allah subhanahu wa ta'alanınki ata-onaga yaxshilik qilish va mehr-shafqatni o'zininki yaqin yo'riqlarga yetkazish to'g'risida nozil qilgan oyatininki bir qismini o'qidik. Yani Sura Niso'ninki 1-oyatininki bir qismida bunda deyilgan, yani Qur'oni Karimda. Vattaqullahallazi tasaaluna bihi val arham. Bir-biringlardan narsa so'raganda, yani nomi bilan so'raydigan Allohdan qo'rqinglar dedi. Allohningki nomi bilan so'rab turib, so'ragandan keyin Allohning nomida so'ragandan keyin sizlar rahimni uzib qo'yishdan saqlaninglar, yani bu ishdan yininglar. Bu ishdan qo'l uzinglar, qo'rqinglar dedi. Yani sizlar ham deganda ota-onaga yaxshilik qilgan sizlar ham atrofimizdagi qarindoshlarimizga, undan keyin dadimizningki bir tuqqanlarga, ana taraf bir tuqqanlarimizga va undan keyin o'zimizningki bir qo'saqdan tushgan och singil akufga qarindoshlarimizga, ballalarimizga aytaveramiz, o'zimizningki jamoati ve onundan eşinğanda etrafımızdaki kolum qo'shinlar, onundan keyin do'st birodar, do'st yaranlar degandek mush insonlarga sizlar rahimni uzib qo'ymanglar. Qo'linglardan kelsa, qanchalik kelsa shunchalik qilinglar deb Alloh berdi buni Qur'oni Karimda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bu oyatni nozil qilishdan birga buni o'rgatdi. Ham bizga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni o'rgatgan. Ham hozirgi olimlar bu qadar yetib kelib bizga yetib kelgan oyatninki ro'yi bu. Yana Sura Ra'dninki 21-oyatining bir qismida bunda deyilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Vallazina yasiluna ma amarallohu bihi an yusal. Bu oyatninki tarjimasi bo'lsa, ular Allohning aqrbolarga sil rahim qilishdan iborat amrini bajo keltirdi deydi. Ya'ni Allohga iymon etgan mümin Müslümanlar sizlar rahimni uzib qo'ymaydi dedi har qanday vaqtda. Bular mushu Alloh nozil qilgan mushu oyatninki ro'yiga asosan bu sil rahimni bajo keltirdi, qiladi deydi Alloh subhanahu va taolo. Yana bir oyat bo'lsa Sura Ankabutninki 8-oyatining bir qismi ekan. Va vassaynal insana bivalidayhi husna. Yani inson bolasini haqiqatan biz ata-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik deydi.
Sura İsra'nınki 23-24 oyatida yana boshqa oyatlarga kelgan Qur'oni Karimda va qada robbuka alla ta'budu illa iyyah va bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Yani bu Sura İsra'nınki 23-24 ayetininki tercümesi ve Allah'ınki Peygamberge nazil kılıştan birge bizge öğretken bu ayetninki manası olsa qarindoshlar. Parvardigarning faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi dedi. Ya'ni birinchi bo'lib Alloh subhanahu va taolo o'zini sanayapti. O'zini sanab bo'lganligi va bil validayni ihsana ota-onani ikkinchi o'ringa qo'ydi. O'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Ya'ni ota-onamiz yashinib qoldi, yoshga cho'ngib qoldi. Ig'rilik ishlarni qilolmaydigan holatga kelib qolgan vaqtda emas, biz aqlimizni bilgandan tortib ota-onamiz bizni cheklagan qilmamashni manondan yan degandan biz shu yerda to'xtab ota-onamizga hurmat ko'rsatib ham ular qiyirgan vaqtda ularga sizlar rahimni uzib qo'ymay yordam qilish, hatto ba'zi bir hadislarda shunda hadislar kelgan ota-ona mushrik bo'lsa, ota-onang mushrik bo'lsa, ota-onangninki baqqan ajri bo'lganligi tufaylidan ularga yaxshilik qilsa, sizlar ham o'zib qo'ymaysa degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ammo oyatninki bir qismida Alloh subhanahu va taolo buni tashabbus qilmoqchi o'zining bandalariga. Ularning biri ya ikkilisining qo'l ostida bo'lib yashinib qolsa dedi. Ularga ohoy demagin dedi. Ya'ni uf bir ishqi buyurganda ajab qilib ketdi u bu. Oy degandek endi Uyg'urlarning gapidan. Oy boliqlar degandek gapni mi qilmagan deydi. Yana malollikni bildiradigan shunchalik so'zni mi qilmagan deydi. Qo'pol tegmagan ularga, ota-onamga. O'rpaymagin, tushkanlamagan deydi ular. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgan deydi. Agar u ishni qilganimiz bo'lmasa yoki u ishni qildiganga bizningki qudratimiz u kuni shu kechsi yetmasa chiroyli uni rad qilib, chiroyli tushuntirib, boshqa bir vaqtga to'g'rilab, ota-onaning ko'nglini elishni, ota-onaga yaxshilik qilishni tavsiya qiladi Alloh subhanahu va taolo. Hamda demak, shu oyatlarning hukmidan qarindoshlar nimani bilamiz deganda, bizni yaratgan Allohdan qolsa eng cho'ng butun dunyoni bersakmi yetmaydigan bütün yaxshilikni qilsaqmi, ularning bizga sondirgan ajrini to'lab bo'lolmaydigan insonlarning yana shu ota-onamiz ekanligini bildirib o'tir Alloh subhanahu va taolo. Alloh ota-onasi o'lib ketgan qarindoshlarimizga Alloh rahmat qilsin. Inshaalloh undan keyin ota-onalari yanada bor qarindoshlarga ota-onalarningki qanchalik sizlar uchun muhim bir inson shaxs ekanligini va shu oyatni o'qigandan keyin shu oyatning tarjimasidan keyin shu oyatdan keyin bilsanglar bo'ldi. Men burun qanday hurmatlagan bo'lsanglar bundan keyin undan oshirib hurmat qilib yaxshi xuluq bilan muomala qilishinglarni inshaalloh tavsiya qilamiz. Alloh xolisa. Oxirda yana Allah shunadaki ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgan, ularga kamoliy mehribonlikdan nihoyat kamtar muomalada bo'lgan deydi. Va ey Parvardigorim, ular meni kichikligimda tarbiyalagandek ularga marhamat qilgin deydi yana. Va qur robbirhamhuma kama robbayani saghira, yani kama robbayani saghira degani. Yani kichik vaqtida ota-onasi tarbiyalagandek ularga marhamat qilgin deb bu bir Qur'ondagi oyatdan ingan dua. Shu duolarni o'qishni tavsiya qildi olimlar. Bu 23-24 oyatdan keyin tarjimasidan chiqqan
mazmuni. Ondan keyin Sura Luqmonning 14-oyatining bir qismida وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. Yani insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik deydi. Ota-onangga cho'qim yaxshilik qilgin deb Alloh da'vatida biz buyurdik deydi. Anisi uni, ya'ni anisi, bizning tilimizda apsi, ya'ni anisi. Qo'rishqida ustiga ojizlik bilan, ya'ni ig'ir bir yukni aldi. O'saqdagi bola ig'ir bo'ldi. Ko'tirdi dedi. 2 yilda uni emchakdan, ya'ni sutdan ayirdi dedi. Ey inson, menga va ota-onamga shukr qilgin, yaxshilik qilgin dedi. Demak, ota-ona Allohga ibodat qilishdan qolsa, qarindoshlar, ikkinchi o'rinda turadigan eng muhim, biz qadrlaydigan, ham ketib qolsa ularni butun dunyoni, hatto butun bisotimizni berib qaytirib akilanmaydigan insonlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo har birimizni ota-onamizga yaxshilik qiladiganlardan qilsin inshaalloh. Amin. Hamda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ba'zi bir hadislaridan o'rnaklarni olsak, arabchasini o'qib, undan keyin buni arabchaning tarjimasini eshitib tushuntiramiz inshaalloh. عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه. Bu hadisning tarjimasi bo'lsa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda shunday deyilgan bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'rabdi. Alloh taolaga eng suyimli amal qaysi? deb so'rabdi Abdullah ibn Mas'ud. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday javob berdi. Vaqtida o'qilgan namoz yana. As-salatu ala vaqtiha degani vaqtida o'qilgan namoz. As-salat degan namoz endi. Qur'ondagi as-salat u yerda duoni ko'rsatadi. Endi mayadagi o'rni ma'nosi namozni. As-salat ala vaqtiha. Vaqtida o'qilgan namoz dedi. Uningdan qolsa deb so'rabdi. Qultu thumma ayyu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ota-onaga yaxshilik qilish dedi. Birrul validayn degan gap arabchada ota-onaga yaxshilik qilish degan ma'noni bildirdi. Va uningdan keyinchi qultu thumma ayyu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam al-jihadu fi sabilillah, Alloh yo'lida jihad qilish deb javob berdi. Yana bu birlikka kelgan muttafaqun alayhi hadiskan. Yana bu yerda yana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ota-onaga yaxshilik qilishni tavsiya qilgan. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zining nafsidan so'zlamaydi qarindoshlar. Alloh bildirgandan boshqani so'zlamaydi. Vahiyni so'zlaydi. Shuning uchun hadislarda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Allohning buyrug'ini bo'yicha buni o'zining ummatlariga bayon qilib kelgan. Yana bir Payg'ambar sollallohu hadisda ota-onaga yaxshilik qilish to'g'risida kelgan bir hadis bor ekan, buni o'qib o'tamiz inshaalloh. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك متفق عليه. وفي رواية يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحبة؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم آباك ثم أدناك أدناك. والصحابة بمعنى الصحبة، وقوله ثم أباك هكذا هو منصوب بفعل محذوف، أي ثم بر آباك، وفي رواية ثم أبوك، وهذا واضح. Yani bu hadisninki tarjimasi bo'lsa qarindoshlar. Bir kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qishig'i kelib, "Ey Allohning payg'ambari, menga yaxshi hamroh bo'lishga eng loyiq kishi kim? Shuni ko'rsatib qo'ygan" debdi. Degandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Sening onang" debdi. U kishi "Uningdan keyinchi" degandan keyin payg'ambar vasallam yana "Onang" deb javob berdi. U kishi "Ondan keyinchi ya Rasululloh" degandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana "Onang" deb 3 qatim buni takrorlagan. Va undan keyin u kishi "Ondan keyinchi yana-chi" degandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Abaka", sening otang, dadang deb javob beribdi. Birlikka kelgan hadis. Yana bir rivoyatda "Ey Allohning payg'ambari, menga yaxshi amroh bo'lishga eng loyiq kishi kim?" deb so'ralgan vaqtda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Onang, ondan onang, ondan onang, ondan otang, ondan yaqinlaring, sening yaqinlaring" deb javob bergan. Bu ikkinchi hadisda yana ota-onaga yaxshilik qilishni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadisini ko'rdik qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo barliq mujoratda yashayotgan Sharq Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlarninki vatanni qilib qolgan onalarga rahmat qilsin, ota-onalarga. Agar vatandan tang hijrat qilib muhojir bo'lib chetda yashayotgan ota-onalarninki tanini salomat, umrni uzun, bolalarninki bir yaxshilikni ko'rdigan kunlarga nasib qilib bersin. Vatanning ishida yana nurg'unlagan turmalarga behuda Xitoyninki concentration deb ism qo'ygan shu turma lagerlariga hech qanday bir sababsiz qamilib 10 yil, 20 yil so'nib yetayotgan shu ota-onalarimizga, ham shu yerda yetayotgan qarindoshlarimizning ota-onalariga Alloh subhanahu va taolo rahmat qilsin, sabr bersin, dushmanning suiqasdidan, kasallardan yiroq qilsin. Agar o'lib ketgan bo'lsa, shahidlik maqomini bersin inshaalloh. Hamda hozir bu bugungi bu ota-onaga yaxshilik qilish, uning sigarani uzib qo'ymas to'g'risida so'zlagan bu leksiyamizning hamda oxirini xulosalasak, biz Sharq Turkistonlik Uyg'ur musulmonlarininki hozir holatda ota-onalar yanada bolalari qadrini qanchalik biladi, qanchalik bilmaydi, hamda uni bizga noma'lum. Lekin bizga o'xshash ota-onalardan 15-20 yil ayrilib ketgan, ota-onalari turmaga kirib ketgan, muddatsiz kesilib ketgan, muddatli bo'lsin 10-15 yil, 20 yil, 30 yil kesilib ketgan shu ota-onalarimizninki hamda ahvolini o'ylaganimizda hamda biz hamda hayotimizning oxirgi shu insonlarning og'ziga bir tomchi suv temita olaymizmi deganini ba'zida o'ylashdan nihoyat bir qiltinimiz shirkinadi. Ashunday fursatlar yo'q bizga hozir. Ammo ota-onamizga davomli duo qilamiz. Ahvolimizni ko'rib turuvchi Alloh barliq Sharq Turkistonlik Uyg'ur mujoratda yashayotgan qarindoshlarninki ota-onasini Alloh salomat qilsin. Bugun so'zlaydigan temamiz mushayyish bo'lsin qarindoshlar. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين نستغفرك اللهم وبحمدك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.